Qimorni tashladim. Qimorni o'ynashni to'xtatdim. Ammo hayolim yana qimorda bo'lganligi uchun yana o'ynab qo'ymoqdaman. Hayolim qimorda, faqat qimorda, o'zimni to'xtata olmayapman degan murojaatlardan keyin shu videoni yozishga qaror qildim. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men kecha yosh yigit bilan suhbatlashdim. Telegramda yozishdim, gaplashdim. U yosh yigit qimor qaramligiga uchragan, qimor o'ynamoqda. Oldin to'g'ri o'zini pulini o'ynagan, o'zini pulini yutkazgandan keyin qarz olishni boshlagan, qarzga o'ynashni boshlagan. Qarzi 6 millionga yetgandan keyin hozirgi kunda oson bo'lib qolgan, kredit olish oson bo'lib ketgandan keyin kredit olib o'ynashni boshlaydi va yutkazadi. Qarzi 6 million bo'lgan, o'ynab 20 million bo'ldi. Hozir 20 million bo'lganda yana o'zini to'xtata olmayapti. Mendan maslahat so'rab turibdi, nima qilsam bo'ladi, qanday to'xtatsam bo'ladi. Avvalambor men u bilan suhbatlashganimda savollarni bermoqdaman. Nima sabab bo'lmoqda o'ynashga? O'ynab turgandan keyin u aytayapti, aka, men shu yutkazilgan pullarni qaytarib olaman, shu yutkazilganlarimni qaytaraman degan ma'noda yana o'ynamoqda va yana yutkazmoqda. Men shu savolni yana qaytarib berdim u bolaga. O'zingga savol ber. Bu o'yindan maqsading nima? Xo'p, mayli, hozir sen yana o'sha qarzingga yetkazgan pulni yutding, qarzingni ham berding. Yana nima qilmoqchisan? Maqsading nima? Mayli, katta summalar ham yutding. Maqsad bormi desam, maqsad yo'q deyapti. Hozir nima sabab o'ynashga, nima bo'lmoqda desam, hayolim qimorda, shu yutkazilgan pullarni qaytarish dedi. Men unga to'g'ri maslahatlar berdim. Shu yutkazilgan pullarni unutish kerak, bo'ldi. Sen shu narsani yutkazding, bo'ldi. Agar unutilmasa, bu hozir 20 million kredit olgan, 20 million kreditni to'lasa bo'ladi. Endi oylik 1 million chiqadi, 5 million oylik olar ekan. Har oy 5 million oylik olsa, oyligidan to'lab unutib olsa bo'ladi. Lekin hozir u xato qilmoqda, yana o'ynamoqda, qarzi kattaygandan sari kattaymoqda. Men nima demoqchiman? Agar hozir qarzingiz u daraja katta bo'lmasa, vaqtida xulosa qiling, to'xtating. Siz yutkazilgan pulni qaytara olmaysiz. Siz qayta yangi qarzlarga, yangi summalarga qarzlarga kirib ketasiz. Qarzingiz katta bo'lgandan kattalashadi. Vaqtida to'xtating, xulosa qiling. Qarzingiz ko'payishidan qat'iy nazar, bu birinchi alomati bo'lsa, ikkinchi alomati sizda uyqusizlik, stress, asab kasalligi kelib chiqishi mumkin. Yon atrof bilan munosabatlaringiz buziladi. Shu vaqtida xulosa qiling, tan oling. O'yindan chiqsa bo'ladi, o'yinni tark qilsa bo'ladi. Agar sizda shunday muammolar bo'lsa, Shapka profilda Telegram gruppam bor. U yerda shaxsiy meni profilimga yozishingiz mumkin, maslahatlar olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing, ulashing, qimordan qiynalayotgan insonlarga ulashing, ularning yaqinlariga ulashing. Videolarimiz sifatli chiqishi uchun yangi kameraga pul yig'moqdamiz. O'z hissangizni qo'shing. Ko'rishguncha.